Ben qarab turib, sen kimga keraksan, seni arqangdan atadi. Ay enesini amg'a tamaq, kimga kerakman? Yenesinizga mana mashina ko'tiga urdilar, zaring amg'asiga. Men kimga kerakman? Men qotog'ima men arqamdan jiradilarmi? Qotog'ima men mashinam uradilarmi? Zarning amg'asiga o kirsa adam hech qachon chiqmaydi. Mana hozir mashinada yenesining amg'a urdilar-da katta ko'chada. Zaring degan bir desa. Men bir narsaga hayronman-da. Bizning xalqda bitta gap bor. Bar bo'lsang deydi, ko'nolmaydi. Yo'q bo'lsang, berolmaydi. Xo'sh, birinchi arqamdan tushdilar, keyin otdilar. Mana hozir kelib turib mashinada urdilar. Dardi nima bo'l? Nima dard? Savol bunada. Mashinani urib berib, hamma joyga maydalab beradilar. Mümkün 100 ming pulim ketadi, mümkün 300 ming pulim ketadi, men olib chiqaman shu mashinada. Dalish olib chiqaman. Prosta erkek adam bitib lopman chiqadi-da, lopimda problemasini rishat qiladi. Hali xotinga o'xshab turib, men bir o'zim bo'lgan payti meni arqamdan quvalab, mening arqamdan bitib, o'ytib, urib qochib, ol erkakning ishi emas-da axir. Hozir menda nima ketdi? Bir farm ketdi. Bumper o'zi remont bo'ladi. Keyin bir kiraldi mana shu yer ketdi-da. Shuning uchun haligi kommentariyada men qarab turib gapirasan-da. Yo bana jizim bilan birinta menga 1 so'm pul bermaysan. Kameraning orqasida turib klaviaturada haligi so'gishni bilasan, yozishni bilasan. Keyin nima bo'ldi? Ali ko'mirchi so'kdi deysan. U ko'g'ar bir mana shu o'ziga qancha rasxod ketishini eshikning shamatalog'idan bilasan axir. Men şu adam nidday bor, şu adam chiqsin qo'y, chiqqan zavodga uraman. Mana shuni men 2 kunning ichida olib chiqaman yana. Keyin men gaplashaman Leboy tengman. Leboy teng bo'lsa o'la telefon nomerim qo'yilgan, telefon nomerima chiqining, men senmen Leboy tengman, Leboyga gaplashaman. Leboy tengman, Leboyga gaplashaman. Telefon nomerlar mana shu profilga, haligi kanalga qo'yilgan telefon qo'li harami, место положения tele xudo ursin barmasa men ko't bo'lay. Yo bana jizim sana mashin ko'tdinga cho'p urdima deyman.